Assalomu alaykum. Hurmatli Asaka tuman tez tibbiy yordam xodimlari. Bugun navbatdagi darsimiz tez tibbiy yordam kursida, demak navbatdagi darsimiz mavzusi o'tkir xolestistit bo'ladi. Bugungi darsimiz boshlashdan oldin meni ovozim yetib boryaptimi va ekran ko'ryaptimi, shuni gruppaga yozib olinglar. Undan keyin boshlaymiz darsimizni. Ovoz yaxshi boryaptimi va ekran ko'ryaptimi? Shuni aniqlashtirib beringlar. Gruppaga yozib olinglar. Ovoz boryapti? Yaxshi. Ovoz borayotgan bo'lsa yaxshi. Xo'p, aytib o'tganimizdek, bugungi mavzuyimiz o'tkir xolestistit, dolzarb mavzu, juda ham ko'p uchraydigan holatlardan bittasi. Bugun mana shu mavzuda to'liq birgalikda, xudo xolasa, tahlil qilamiz. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Bugungi darsimizda demak rejasini tuzib olamiz. O'tkir xolestistit haqida umumiy tushuncha, o'tkir xolestisitning etiologiyasi, klassifikatsiyasi, klinik belgilari, laborator va instrumental tekshiruvlar, davolash rejasi va dorilar misolida, demak davolash, o'tkir xolestisitning asoratlari va xolestistit profilaktikasi haqida demak gaplashamiz. Xo'p, o'tkir xolestistit haqida tushuncha. O'tkir xolestistit bu o't pufagining to'satdan rivojlanuvchi yallig'lanish kasalligi bo'lib, ko'pincha o't toshlari bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni 90-95% holatda demak o't toshlari bilan bog'liq bo'ladi. Hop, bir daqiqa o'rtoqlar. O'rtoqlar, chaqirib qolishdi. Xo'p, ovozim boryaptimi? Ovoz yaxshi? Ovoz yaxshi. Bu davom etamiz bo'lmasam. Xo'p, aytib o'tganimizdek, o'tkir xolestistit bu o't pufagining to'satdan rivojlanuvchi yallig'lanish kasalligi bo'lib, ko'pincha o't toshlari bilan bog'liq bo'ladi, ya'ni 90-95% holatda. Agar o'z vaqtida o'tkir xolestistit davolanmasa, og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Masalan, gangrena, perforatsiya yoki peritonit kabi holatlarga olib keladi. Xo'p, o't pufagi natijasida aytib o'tganimizdek paydo bo'ladi o'tkir xolestistit. O't pufagining o'zi vazifasi, demak, yog'larni emulsiya qilish, ya'ni yog'larni parchalash funksiyasini bajaradi. Ya'ni o't pufagidan ajraladigan o't suyuqligi, demak, maxsus nay orqali 12 barmoq ichakka quyiladi. O'zi aslida hazm sistemasi haqida biz gaplashgan edik-ku, ya'ni surunkali gastrit mavzusida. Og'iz bo'shlig'i, halqum, qizil o'ngach, oshqozon, 12 barmoq ichak, ingichka ichak va yo'g'on ichak. Aynan o't pufagidan ishlab chiqariladigan suyuqlik 12 barmoq ichakka quyiladi. Undan tashqari 12 barmoq ichakka oshqozon osti bezida lipaza demak fermentlari ham o'zi ikkinchi bolalar chiroyli bo'ladi. Anadan o'zi ikkinchi bolalar chiroyli bo'ladi. Bizda ham mehun emas, sira chiroyli. Mikrofoninglar o'chirib qo'yinglar, iltimos. Xo'p. Aytib o'tganimizdek, oshqozon osti bezidan ajraladigan amilaza, lipaza va demak proteaza fermentlari ham 12 barmoq ichakka quyiladi. O'zi oshqozon osti bezini yo'li alohida, o't pufagidan ajraladigan o't suyuqligining yo'li alohida. Lekin 12 barmoq ichakka quyilish joyida ikkalasining yo'li birlashadi va sfinkter oddi orqali 12 barmoq ichakka quyiladi. O'tkir xolestisitda demak aytib o'tganimizdek o't pufagi yallig'lanadi. Buni natijasida demak devor qalillashib o't yo'li yopilib qoladi. Shuni natijasida o't suyuqligi ajrala olmaydi va natijada o't pufagini o'zini zararlaydi. Demak, kelib chiqish mexanizmi shunaqa. O'tkir xolestisitning ikkita turi bor. Kalkulyoz xolestistit va akalkulyoz xolestistit. Kalkulyoz degani bu toshli
xolestesit. Demak, o't tufagida toshlar paydo bo'lib, xolestesitning kelib chiqishi. Akalkulyoz degani demak toshsiz, ya'ni boshqa omillar tufayli demak yuzaga keladigan o't tufagidagi yallig'lanish. Lekin 90-95% holatda kalkulyoz xolestesit uchraydi. Demak, o'tkir xolestesitni mana shunaqa ikki xil guruhga bo'lib olamiz. Hop, o'tkir xolestesitning etiologiyasi. O'tkir xolestesitning etiologiyasi, ya'ni nimalar sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, o't yo'llari to'silishi birinchidan, masalan, o't toshlari orqali, ya'ni kalkulyoz xolestesit orqali o't toshlari orqali o't yo'llarining to'silishi. Ikkinchidan toshsiz xolestesit, ya'ni boshqa sabablarga ko'ra, demak, o't yo'llarining to'silib qolishi. Ikkinchisi, o'tkir xolestesitning kelib chiqishiga sabab bo'ladigan ikkinchi va eng asosiy omillardan bu infeksion omillar. Masalan, Escherichia coli, Klebsiella, Streptokok, Enterokok, suppositorium va undan tashqari anaerob mikroorganizmlar, ya'ni infeksion omillar orqali demak o'tkir xolestesit yuzaga kelishi mumkin. Uchinchidan, o'tni dimlanishini kuchaytiruvchi omillar. Masalan, agar odam kam harakat bo'ladigan bo'lsa, o't suyuqligi yaxshi harakatlanmaydi va natijada oxir-oqibat devori qalinlashib, o'tkir xolestesitga sabab bo'lishi mumkin. Parenteral oziqlanish yoki uzoq muddatdan buyon och qolish natijasida ham demak o'tkir xolestesit yuzaga kelishi mumkin va jarrohlik amaliyotidan kelgan ochiq jarohatlar bilan demak ishlanganda jarrohlikdan keyingi davrda o'tkir xolestesit yuzaga kelishligi mumkin. Xo'p, o'tkir xolestesitning etiologiyasidagi 4-inchisi bu yallig'lanishga moyillikni oshiruvchi omillar. Masalan, o'pka yurak yetishmovchiligi natijasida. Bilamizki, o'pka gazlar almashinuvida ishtirok etadi, ya'ni qon aylanishni buzilishi yoki nafas olish sistemasida alveola kapillyar o'rtasidagi tizim buzilishining natijasida kislorod yetarli miqdorda yetib bormaydi. Kislorodni yetarli miqdorda yetib bormasligi barcha organlarga ta'sir qiladi, xususan o'tkir o't tufagiga ham ta'sir qiladi. Kislorodning yetarli miqdorda yetib bormasligi natijasida bu o'sha o't tufagidagi demak hujayralarning ham nobud bo'lishiga va oxir oqibat demak o'tkir xolestesitga olib borishi mumkin. Xo'p, yana bitta sabab bu qandli diabet. Demak, qandli diabet ham o't tufagida yallig'lanishni keltirib chiqarishga demak moyil qilib qo'yadi. Xo'p, 5-dan xolestesit etiologiyasining 5-omili bu gormonal va diabetik buzilishlar. Masalan, estrogen darajasining yuqori bo'lishi qonda yoki dislipidemiya yoki semizlik. Bularning natijasida yallig'lanish yuzaga kelishi mumkin. O't tufagida demak o't devorini qalinlashiga, yallig'lanishiga va oxir oqibat o't suyuqligini ajralmasligiga demak olib kelishi mumkin. Demak, o'tkir xolestesitning etiologiyasi shulardan iborat bo'ladi. 5 xilga demak bo'lib olishimiz mumkin. Xo'p, o'tkir xolestesitning klassifikatsiyasi. O'tkir xolestesitning klassifikatsiyasi demak klinik morfologik shakllarga ko'ra o'tkir xolestesitni 4 ta guruhga bo'lamiz. Oddiy, ya'ni kataral, flegmanoz xolestesit, gangrenoz xolestesit va perforatsiyalangan xolestesit. Bularning ichida eng xavflisi albatta bu perforatsiyalangan xolestesit hisoblanadi. Buni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchisi oddiy yoki kataral o'tkir xolestesit. Bu xolestesitlarning ichida eng yengil shakli hisoblanadi. O't tufagi devori shishgan bo'ladi va yallig'langan bo'ladi. Odatda bu tosh bilan bog'liq bo'ladi. Demak, o't tufagini devorni shishishi va yallig'lanishi natijasida o'tni dimlanishi yuzaga keladi. Lekin agar bu bemor parhez qilsa, to'g'ri davolanadigan bo'lsa, buni to'liq tuzatsa bo'ladi. Oddiy kataral o'tkir xolestesitni. Ikkinchisi flegmanoz xolestesit. Keyin yana bitta narsani aytib ketay. Oddiy kataral o'tkir xolestesitda isitma chiqmaydi. Ya'ni ko'tarilib ketmaydi. Ikkinchisi flegmanoz xolestesit. Xo'p, flegmanoz deganda demak o't tufagini devorida infeksion yallig'lanish yuzaga keladi. Bu yerda infeksiya yuzaga kelganligi uchun ham demak bu yerda tana haroratining ko'tarilishi, tana haroratining yuqori bo'lishi demak yuzaga keladi. Flegmanoz xolestesitda mana shu o't tufagini qon aylanish sistemasida buzilish yuzaga keladi va yallig'lanish hisobiga infiltratsiya yuzaga keladi. Uchinchisi gangrenoz xolestesit. Gangrenoz xolestesit bu demak yallig'lanishdan keyingi jarayon, yallig'langandan keyin hujayralarning nobud bo'lishi, ya'ni o't devorida nekrotik o'choqlarning yuzaga kelishi
Yallig'lanish hisobiga yuqori tana harorati va ushbu yallig'lanish mahsulotlarini, demak, nekroz natijasida endi qon orqali, demak, to'qimalarga tarqalishi, boshqa hujayra to'qimalariga tarqalishi, ya'ni intoksikatsiyasi sodir bo'ladi. Gangrenoz xolesitsitda. Oxir oqibat hujayralar nekrozi natijasida o't pufagini yorilishi yoki perforatsiya holati, demak, xavfi yuqori bo'ladi gangrenozda. To'rtinchisi gangrenozdan keyingi holat, ya'ni perforatsiyalangan xolesitsit. Bunda o't pufagi yorilib, o't qorin bo'shlig'iga chiqadi. O't o'rtoqlar kislota bu tushgan joyini kuydiradi, hujayralarni o'ldiradi. Shuning uchun xavfli holat. O't pufagi yorilib, demak, o't qorin bo'shlig'iga chiqadi. Diffuz peritonit, ya'ni qorin bo'shlig'iga o't suyuqligining tushishi natijasida diffuz peritonit yuzaga keladi. Bu vaziyatda favqulodda tezkorlik bilan, demak, jarrohlik amaliyotini o'tkazishlik kerak. Tushundinglar, klinik morfologik shakllari 4 ta. Oddiy yoki kataral, flegmanoz xolesitsit, gangrenoz xolesitsit va perforatsiyalangan xolesitsit 4 xil guruhga bo'lib olamiz. Tushunyapmiz-a? Shu joygacha. Xo'p. O'tkir xolesitsitning klinik belgilari. O'tkir xolesitsitni klinik belgilari, demak, quyidagilardan iborat bo'ladi. Qaranglar, agar xolesitsit bo'lsa, qanaqa holatlar yuzaga keladi bemorda? Ya'ni xolesitsit deb tashxis qo'yishimiz uchun mana shu jarayonlar bo'lishi kerak bemorda. O'ng qovurg'a ostida og'riq, tana harorati ko'tarilishi. Bu tana haroratining ko'tarilishi doimo bo'lmaydi. Qachon bo'lmaydi? Agar oddiy kataral, o'tkir xolesitsit bo'lsa bo'lmaydi, lekin yerga u joyga infeksiya aralashgan bo'lsa, tana harorati yuqoriligi yuzaga keladi. Ya'ni flegmanoz va gangrenoz o'tkir xolesitsitda tana harorati ko'tarilishi yuzaga keladi. Uchinchisi ko'ngil aynishi va qayt qilish. Doimo bo'lmaydi, lekin bu ham, demak, o'tkir xolesitsitga gumon qiladigan sabablardan. Chunki bu hazm sistemasiga aloqador narsa-da, ko'ngil aynish va qayt qilish holatlari, demak, o'tkir xolesitsitda yuzaga kelishi mumkin. Xo'p, demak, Murphy, Ortner, Voskresensky, Kera simptomlari musbat bo'ladi. O'rtoqlar, buni har biriga to'xtalib o'tirmayman. Biz qorin bo'shliqlari differensial diagnostikasi degan mavzuda bu simptomlarni hammasini ko'rib chiqqanmiz. Murphy qanaqa, Ortner qanaqa, Voskresensky qanaqa, Kera simptomi qanaqa. Kim aytadi menga Murphy simptomi qanaqa? Aytadiganlar bormi? Murphy simptomi qanaqa? Murphy simptomi, demak, o'tkir xolesitsitda musbat bo'lar ekan. Kim javob beradi? Nahotki esimizdan chiqib ketdi. Murphy simptomi. Murphy simptomi qanaqa bo'ladi? Xo'p, Murphy simptomi musbat deyapmiz. Murphy simptomi qanaqa bo'ladi o'zi deyapman. Yana javoblar. Kimda javob bor? O'tkir xolesitsitda Murphy simptomi, Ortner simptomi, Voskresensky, Kera simptomlari musbat bo'lar ekan. Xo'p, javob yo'q ekan o'rtoqlar. Qaranglar, Murphy simptomi deganda o'ng qovurg'a yoyi ostiga qo'lingizni qo'yasizlar va bemorga chuqur nafas olish buyuriladi. Chuqur nafas olganida bemor og'riq yuzaga keladi. Mana shu Murphy simptomi deyiladi. Ikkinchisi Ortner simptomi. Xo'p, Ortner simptomida shifokor bemorni o'ng qovurg'a kamari ustiga urib ko'radi. Urganda, demak, og'riq yuzaga kelsa, bu demak, Ortner simptomi musbat deyiladi. Uchinchisi Voskresensky. Voskresensky qanaqa bo'ladi? Voskresensky simptomi. Voskresensky simptomi.
Xo'p, javob yo'q. Xo'p, o'rtoqlar, o'sha qorin bo'shlig'i yuqori qismiga o'ng qovurg'a ostidan boshlab pastga qarab qo'lni pastga tortgan vaqtda og'riq yuzaga keladi. Ya'ni qo'yib turib qo'lingizni ustki yuzasi bilan bitta tortib ko'rasiz, ana shunda og'riq yuzaga kelsa, Voskresensky musbat bo'ladi. Xo'p, kera simptomi ham Murphy simptomiga o'xshaydi. Demak, mana shu o'ng qovurg'a ostida chuqur nafas olganda agar og'riq yuzaga kelsa, kera simptomi ham musbat deyiladi. Demak, musbatlar klinik belgilarda o'tkir xolestitda musbat bo'ladi. Murphy, Ortner, Voskresensky va kera simptomlari. Undan tashqari o'tkir xolestitda bemorlarda holsizlik, ishtahasizlik holatlari yuzaga keladi. Tilida quruqshash, bu yerda albatta elektrolitlar buzilishi, suvsizlanish holati natijasida, demak, til qurishi va tilda oqish yuzi, demak, karash yuzaga keladi. Undan tashqari bemorda ich ketishi yoki ich qotishi, ya'ni qabziyat holati yuzaga kelishi mumkin. Meteorizm, ya'ni qorin dam bo'lishi yuzaga kelishi mumkin va ovqat hazm bo'lmasligi, undan tashqari jarayonni, demak, to'satdan boshlanish holatlari yuzaga keladi. Agar mana shu holatlar bemorda bo'lsa, demak, o'tkir xolestistit deb tashxis qo'yishga asos bo'ladi. Undan keyin laborator va instrumental tekshiruvlarni o'tkazib ko'rishlik kerak. Demak, bu umumiy klinik belgilar. Endi laborator va instrumental tashxislash. Yo'q, qo'limga bunday qo'yib kelmaydi. Xo'p, mikrofonni o'chirib olamiz. Keyin ham qo'ymasam. Mikrofon bo'lsa ham. O'chiraman ekanda. O'zingiz hammaniki o'chirib qo'ying. Xo'p, davom etamiz. O'tkir xolestitda laborator va instrumental tekshiruvlar. Birinchi laboratordan boshlaymiz. Qaranglar, nimalarni tekshirishimiz kerak agar bemorda o'tkir xolestitga gumon qilsak. Birinchisi umumiy qon tahlili. Umumiy qon tahlilida 3 ta narsani ko'ramiz. Leykositlar miqdori, eritrositlar cho'kish tezligi va S reaktiv oqsili. Birinchisi leykositoz. Leykositoz, ya'ni leykositlar miqdorini ortishi yuzaga keladi o'tkir xolestitda. Leykositlar qachon miqdori ortadi? Qachonki agar tanada organizmda infeksiya bo'lsa. Infeksiya bo'lsa leykositoz bo'ladi. Demak, leykositoz holatida o'tkir xolestitda 10-20 minggacha leykositlar ko'tarilishi mumkin. Ikkinchisi eritrositlar cho'kish tezligi. Agar organizmda yallig'lanish ketayotgan bo'lsa, o'tkir yallig'lanish ketayotgan bo'lsa, eritrositlarning cho'kish tezligi ortadi. O'tkir xolestitda 20 mm/soatga yetadi. Cho'kish tezligi. Uchinchisi S reaktiv oqsili. Organizmda yallig'lanish jarayoni ketayotgan bo'lsa-ki ortadi. Faqatgina yallig'lanish jarayoni bo'lsa-ki ortadi. Bakterial infeksiya bo'lsa juda ham ortib ketadi S reaktiv oqsili. Virusli infeksiya natijasida yallig'lanish bo'lsa juda ham ko'p ortib ketmaydi, lekin baribir qisman ortadi. Agar autoimmun kasalliklar, revmatoidniy artrit bo'lsin, yoki boshqa kasalliklar, bo'g'im kasalliklari bilan har qanday yallig'lanish kasalliklarida S reaktiv oqsili miqdori ortadi. Demak, umumiy qon tahlilida mana shu 3 ta narsani ko'ramiz. Endi biokimyoviy tahlilda nimalarni ko'ramiz? Birinchidan bilirubin miqdorining ortishi, umumiy va bog'lanmagan bilirubin miqdori ortadi. Ikkinchidan ALT va AST miqdori ortishi mumkin, lekin hammasida ham emas. Qachonki o'tkir xolestistit bo'layotganda bemorda agar jarayonga jigar aralashgan bo'lsa, ALT AST miqdori ortadi, bo'lmasa ortmaydi. Aniq ortadigan narsa gamma glutamin transferaza va ishqoriy fosfataza, GGT va ISHF. Gamma glutamin transferaza va ishqoriy fosfataza miqdori ortadi agar o'tkir xolestistit yuzaga kelsa. Umumiy qon tahlilini ko'rgansizlar, jadvalini hammanglar. ALT, AST bo'ladi, bog'lanmagan umumiy bilirubin, undan tashqari o'sha GGT, ishqoriy fosfataza, amilaza, lipaza juda ham ko'plab tekshiruv nimalari bor biokimyoviy tahlilda. Biz biokimyoviy tahlilda demak mana shularni ko'rishimiz kerak. Agar o'tkir xolestitga gumon qilsak, bilirubin, ALT, AST, gamma glutamin transferaza, ishqoriy fosfataza, amilaza va lipazani miqdorini demak ko'ramiz. Endi amilaza, lipaza ham doim ko'rilmaydi o'rtoqlar. Agar o'tkir xolestitga pankreatit bilan birgalikda kelyaptimi, yo'qmi? Shunga gumon bo'lsa, amilaza bilan demak lipaza ham tekshiriladi. Uchinchisi sidik tahlili. Sidik tahlilida o'tkir xolestitda yuzaga kelishi mumkin. Bilirubinuriya
ya'ni siydik bilan bilirubinni biriga ajralishi va urobilinogen miqdorining ortishi. Bu endi bilirubinni demak funksiyasini buzilishi natijasida yuzaga keladi. Xo'p, laborator tahlillarda faqat mana shularni ko'ramiz. Endi instrumental tekshiruvlarda birinchi o'rinda abdominal ultratovush tekshiruvi. Bunda nimalarni ko'ramiz? O't pufagi devori qalinlashganmi yo'qmi? Agar qalinlashgan bo'lsa, uni hajmi, o't pufagini hajmi, ya'ni o't yo'lining to'silishi natijasida o't pufagida shish bormi yo'qmi? Shu ko'riladi va o't pufagida toshlar mavjudmi yo'qmi? Shu ko'riladi. Xo'p. Ko'ndalang ko'krak qorin rentgenogrammasi. Ko'ndalang rentgen, ya'ni ko'krak qorin rentgenogrammasi. Ovoz boryaptimi? Ovoz kelmayapti deyishyapti. Ovoz bormayaptimi? Xo'p, kimga bormayotgan bo'lsa, o'zini internetini ko'rib ko'rsin. Bizda yaxshi ovoz. Xo'p, davom etamiz. Demak, ko'ndalang ko'krak qorin rentgenogrammasi. Ikkinchi tekshiruv. Qaranglar. O'zi odatda bu qilinmaydi, chunki aniq tashxislash usuli emas bu. Aniq tashxislash usuli emas, faqatgina ba'zida toshlarni ko'rish mumkin. Demak, aytib o'tganimizdek, aksariyat holatda o'zgarishsiz bo'ladi. Aniq holatini bilishlik uchun kompyuter tomografiyasi yoki magnit rezonans tomografiya o'tkazib ko'rishlik mumkin. Yoki magnit rezonans halangio pankreatografiya. Mana shu tekshiruv usullaridan demak o'tkir xolesisitni tashxislash, aniqlashda demak foydalanishlik mumkin. Xo'p, demak laborator instrumental tekshiruvlar mana shulardan iborat bo'ladi. Endi davolash rejasi haqida gaplashib ko'ramiz. O'tkir xolesisitning davolash rejasi. Demak, quyidagilardan iborat bo'ladi. Agar o'tkir xolesisitda bemorning holati o'rta og'ir yoki og'ir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni jarayonga infeksiya aralashgan bo'lsa, tana harorati yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak birinchi o'rinda bemorga antibiotik terapiyasini o'tkazish kerak bo'ladi. Antibiotik terapiyasida hozirgi kunda eng ko'p ishlatiladiganini men sizlarga aytib o'taman. Bu sefalosporin bilan, demak, ftorxinolon guruhini kombinatsion dorilari. Undan tashqari penitsilin va ftorxinolon kombinatsiyasini ham ishlatish mumkin. Buni hozir dorilar misolida ham birgalikda ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda antibiotik terapiyasi o'tkaziladi. Ikkitalik antibiotiklar kombinatsiya qilinadi birinchi o'rinda. Xo'p, o'tkir xolesisit natijasida elektrolitlar balansi buzilishi, organizmda suvsizlanish holati yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham undan tashqari intoksikatsion belgilari yuzaga kelishi mumkin. Detoksikatsion terapiya o'tkaziladi. Detoksikatsion terapiya organizmga infuzion eritmalarni quyish. Demak, detoksikatsion terapiya. Uchinchidan, o'tkir xolesisitda yengil, o'rta og'ir yoki og'ir darajadagi og'riqlar bo'ladi. Ana shu og'riqlarni kamaytirishlik maqsadida demak, bemorga spazmolitiklar va nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar qilinadi, qachonki agar tashxisni aniq qo'yadigan bo'lsak. Biz qorin bo'shlig'i og'riqlari differensial diagnostikasi degan mavzuda o'tganmiz. Qorin bo'shlig'idagi og'riqlarga tashxis aniq bo'lmaguncha analgetiklar va nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilarni qilish mumkin emas deb aytgan. O'sha gapim hozir ham faqatgina agar tashxis aniq bo'ladigan bo'lsa, undan keyin og'riq qoldiruvchilardan foydalanishlik mumkin. Ya'ni demak, og'riq qoldirish maqsadida spazmolitiklar, nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar yoki analgetiklardan ham foydalanishlik mumkin. Agar og'riq yengil bo'ladigan bo'lsa, spazmolitiklardan, ya'ni noshpa yoki noshpa yoki platformdan foydalanish mumkin. Agar kuchliroq bo'ladigan bo'lsa, og'riq, demak, diklofenak yoki boshqa dorilardan, undan tashqari analgetiklardan, baralgin yoki spazmalgon kabi dorilardan og'riqni qoldirish maqsadida foydalanishlik mumkin. Oshqozon yarasi kelib chiqmasligi uchun, demak, undan tashqari oshqozonda kislotalilik ortib ketmasligi uchun proton pompa ingibitorlaridan foydalaniladi. Proton pompa ingibitorlari oshqozonda kislotalilikni kamaytiradi. Masalan,
omeprazol yoki pantoprazol, ya'ni 0%. Omes yoki 0%dan demak foydalanish mumkin. Xo'p, mikrofoninglarni o'chirib olinglar. Yalang'och ham bor. Mikrofonni o'chirib olinglar. Chunki meni vaqtim ham yo'q, o'sha pulim ham yo'q. Boshim og'riyapti, yaramayapti. Ro'za Nuriddinova Qayerdan qiladi o'tiring. hammani gapirmaydigan qilib. Xo'p, bo'pti, mayli. Davom etamiz, chalg'imaylik. Xo'p, demak, oshqozonda kislotalilikni miqdorini kamaytirish va oshqozon yarasini oldini olishlik maqsadida demak proton pompa ingibitorlaridan foydalanamiz. Masalan, omeprazol yoki pantoprazol, ya'ni 0%dan foydalanishlik mumkin. Agar jarayonga jigar aralashgan bo'lsa, agar zarurat bo'ladigan bo'lsa, demak gepatoprotektorlar, jigarni himoyalovchi dori vositalaridan foydalanamiz va aytib o'tganimizdek, zarurat bo'lsa fermentlardan foydalanamiz. Trizin, kreon, mezim yoki boshqa dorilar. Buni hozir dori misolida ham ko'rib chiqamiz. Agar dori vositalari bilan bo'lmaydigan bo'lsa, bemorga demak xolesistektomiya, ya'ni xirurgik amaliyot tavsiya qilinadi. Undan tashqari bemorda yotoq rejimida demak davolash amalga oshiriladi va parenteral oziqlantirish yoki oz kaloriyali ko'p mahal demak ratsion bemorga taklif qilishlik kerak. Xo'p, davolash rejasi mana shulardan iborat bo'ladi. Hozir buni endi dorilar misolida ham demak ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaranglar, dorilar misolida men aytib o'tdim. Birinchi o'rinda demak yallig'lanish prosesi ketayotgan bo'lsa, jarayonga baribir infeksion omil aralashadi bu yerda. Infeksion omilga qarab turib, demak antibiotik terapiyasi o'tkaziladi. Antibiotik terapiyasi o'tkazilganda biz eng ko'p hozirgi kunda ishlatiladigani bu sefalosporinlar bilan demak ftorxinolonlarni kombinatsiyasi. Kombinatsion ikkita antibiotikni demak bir-biriga kombinatsiya qilamiz. Masalan, sefalosporinlardan olishimiz mumkin ceftriaxon sulbaktam yoki cefoperazon sulbaktam yoki sefalosporinlarning kombinatsiyasi emas, oddiy ceftriaxondan ham foydalanishlik mumkin. Demak, ceftriaxon sulbaktam bilan demak ftorxinolonni kombinatsiyasi. Masalan, ftorxinolonlardan levofloxasinni olishimiz mumkin. Ceftriaxon sulbaktam va levofloxasinni demak birgalikda qo'llaymiz. Chunki jarayon o'tkir bo'ladi, tezroq bemorning holatini yaxshilashlik kerak. Infeksiyani tezroq bartaraf qilishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun ikkita dori kombinatsiyasi qilingan. Ceftriaxon sulbaktam proba bilan 2 mahal qilinadi. Levofloxasinni bemorning holatiga qarab 1 mahal yoki 2 mahal demak ushbu dori vositasini qilishimiz mumkin. Endi antibiotikni tanlab oldik. Ikkinchi o'rinda demak detoksikatsion, intoksikatsiyani oldini olish maqsadida bemorga infuzion eritmalar quyiladi. Masalan, ringerlaktat yoki resorbilak yoki natriy xlorni o'zi 0.9% eritmasini yoki boshqa infuzion eritmalar holatiga qarab 200, 400, 600 ml yoki undan ham demak ko'proq qilishlik mumkin. Hop, detoksikatsion terapiyani demak aytib o'tdik. Endi og'riq. Agar o'tkir xolesistit orqali bemorda og'riq yengil bo'ladigan bo'lsa, faqatgina spazmolitikdan foydalanamiz. Masalan, noshpa yoki platfilin. Agar o'rta og'ir yoki og'ir daraja bo'ladigan bo'lsa, o'rta og'ir daraja deylik. Demak, og'riq qoldirish maqsadida analgetiklardan, masalan, baralgindan foydalanishligimiz mumkin. Baralgindan. O'rta og'ir holatda. Agar og'ir holat bo'ladigan bo'lsa, og'riq qolmaydigan bo'lsa, ham spazmolitikni ham analgetikni birgalikda kombinatsiya qilamiz. Bu qanday bo'ladi? Natriy xlor 0.9% demak 100 ml eritmasiga spazmolitiklardan noshpa, analgetiklardan masalan baralgin qo'shib, ya'ni natriy xlor 100 ga noshpa, baralgin qo'shib turib, vena ichiga qiladigan bo'lsak, og'riq kuchli bo'lsa ham qoldiradi. Agar bunda ham og'riq qolmasa nima qilamiz? Kim aytadi? Og'riq juda kuchli bo'lyapti, noshpa, baralgin bilan ham qolmayapti. Nima qilamiz? Aytaylik, masalan, pankreatit bo'lib jarayonga faqatgina o't tufayli o'zi emas, noshpa, baralginni qilsangiz qolmaydi. Bu vaziyatda nima qilinadi? O'zi kapelnitsa qilyapmiz, mana shu dorilar bilan qolmayapti. Og'riq juda kuchli, qolmayapti. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Kimda javob bor yana? Xo'p, narkotik analgetiklardan foydalanamiz. Narkotik analgetiklardan, masalan, morfin. Demak, 1 ml morfin, 0.5 ml atropin,
va natriy xlor eritmasi. Nimaga atropin qo'shamiz? Morfin, atropin va natriy xlor. Onli natriy xlorini ichiga qilamiz sekinlik bilan. Nima uchun atropin qilamiz qo'shib? Hamma narsa esdan chiqib ketdi shekilli. Hech kimda javob yo'q, faqat tinglovchi. Nima uchun atropin qilyapsiz qo'shib? Xo'p, to'g'ri. Xo'sh. Yo'q, morfinni zararli ta'sirini kamaytirishlik uchun. Morfinni zararli ta'sirini kamaytirishlik uchun demak atropin qo'llanadi. Xo'p, demak aytib o'tganimizdek, yengil og'riqlarda noshpani o'zi, o'rta og'ir darajada masalan baralgin yoki diklofenak yoki ketanol boshqa dorilardan ham og'ir holatlarda spazmolitik bilan analgetik, ya'ni noshpa baralginni 100 natriy xlorga qo'shib qilamiz, sekinroq qilamiz, boshni aylantiradi, tez qilib yuborsa. Endi og'riq juda kuchli bo'lsa, tezroq ham qilishadi. Agar bu bilan ham qolmaydigan bo'lsa, demak narkotik analgetiklardan foydalanadi, masalan morfin. Endi morfin bilan qoladi og'riq. Xo'p, endi agar jarayonga jigar aralashgan bo'lsa, endi bu holatda gepatoprotektorlardan ham foydalanishlik mumkin. Masalan, essensial. Essensialni 5 ml yoki 10 ml ligini natriy xlor 5 yoki 10 ml ga qo'shib qilinadi vena ichiga. Agar natriy xlor bilan qilinmasa, qon tortib ham demak essensialni qilishlik mumkin. Agar aytib o'tganimizdek, jarayonga jigar aralashgan bo'lsa. Oshqozonni, demak, kislotaliligini kamaytirish uchun, yarasini oldini olish uchun nolpazadan demak foydalanamiz. 20 mg yoki 40 mg ligidan bir mahal yoki ikki mahal vaziyatga qarab. Xo'p. Ovqat hazm bo'lishini yengillashtirishlik uchun, ya'ni agar aytaylik, masalan, bemor ko'p ovqat yevordi, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'tkir xolesterin rivojlanib ketdi. Bu vaziyatda demak tezroq ovqatni qolganini ham hazm qilish kerak-da. O'zi o'tkir xolesterin bo'lib, bemorga dorilar berishni boshlagandan keyin o'zi hech narsa yemay qo'yadi. Og'riqni kuchliligidan. Demak, ferment preparatlardan vaziyatga qarab turib foydalanishlik mumkin. Masalan, trizim 10 ming yedinsaligi bitta kapsuladan 3 mahal demak foydalanishlik mumkin. Bu muolajalarni o'tkazilayotgan vaqtda demak bemorni 1-2 kun och qoldirishlik kerak. Undan keyin masalan ratsioniga ko'p mahal kam miqdordagi ovqat qo'shiladi. Yallig'lanish qaytguncha demak yotoq rejim bo'ladi. Og'ir holatlarda xolesistektomiya, xususan laparoskopik xolesistektomiya taklif qilinadi. Xo'p, men sizlarga yana bitta narsani hozir aytmoqchiman shu joyda. Qaranglar. Bu yerda o'zi har qanday kasallikda ham masalan o'tkir xolesterin ketyapti. O'tkir xolesterin ketayotgan joyda yoki surunkali xolesterin ketayotgan joyda butun hazm traktida o'zgarish bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Chunki u o'tkir xolesterin yoki surunkali xolesterin o'zidan o'zi kelib qolmaydi-da. Oshqozonda ham muammo bo'layotgan bo'ladi, ichaklarda ham muammo bo'layotgan bo'ladi, o't tufagida ham muammo bo'layotgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Butun hazm traktida muammo boshlanadi. Keyin o'tkir holat qaysidir biri yuzaga kelib chiqadi. Shuning uchun davolash vaqtida butun hazm sistemasini hisobiga olib davolanadi. Ya'ni oshqozonda yara bo'lmasligi yoki kislotalilikning kamaytirilishi, fermentlar orqali ichaklarda holati, masalan, jigarni zararlanishi mumkinligini hisobiga olib gepatoprotektorlar. Tushunyapsizlar-a? Demak, butun hazm sistemasini hisobini olib jarayon amalga oshiriladi dori vositalari. Xo'p, o'tkir xolesterinda umumiy davolash rejasi shunaqa. Medikamentoz, ya'ni dorilar bilan davolash bilan demak ish bitmasa, agar bemorning holati yaxshilanmasa, demak bunga xolestektomiya, ya'ni o't tufagini olib tashlash amaliyoti qo'llaniladi, xususan laparoskopik xolestektomiya. Laparoskopik xolestektomiyada ochiq jarohat emas, masalan, katta jarohat ochilmaydi, kichik jarohat orqali demak o't tufagi olib tashlanadi. Umumiy davolash rejasi shunaqa. Tushunyapsizmi o'zi? Guruhga yozib olinglar. Jim o'tirsanglar, men tushunmayapsizlar deb o'ylayman. Savollar bo'lsa berib olinglar shu joygacha.
Savollar bormi, yo'qmi? Tushunarli ekan hammaga. Xo'p, o'tkir xolesisitni dorilar bilan davolash. Yaxshi. O'tkir xolesisitning asoratlari agar o'z vaqtida davolamaydigan bo'lsak, quyidagi asoratlarga olib kelishi mumkin. Qaranglar. O'z vaqtida davolanmasa, o't pufagi devori nekrozi. Nekroz qachon yuzaga keladi? Qachonki yallig'lanishni to'xtatib qolmasak. Tushunasizlarmi? Yallig'lanish ketyapti, bemorga isitma kiryapti. O'sha vaqtida davolamasangiz, yallig'lanish oxiri hujayralarni nobud bo'lishiga olib keladi. Ya'ni o't pufagi devori nekroz. O't pufagi devorida nekroz bo'lgandan keyin hujayralar o'ldida uni oxir oqibat o't pufagini devorini teshilishiga olib keladi. O't pufagi devorini teshilishi esa o'z navbatida o't suyuqligini qorin bo'shlig'iga quyilib ketishiga olib keladi. Endi o't suyuqligi aytib o'tdim, kislota bu. Tushgan joyini hujayralarni o'ldiradi. Ya'ni qorin bo'shlig'iga quyiladigan bo'lsa, bu peritonit yuzaga keladi. Qorin bo'shlig'ida yallig'lanish boshlanib ketadi. Demak, o't pufagi devori nekrozi o't pufagida, demak, yering to'planishiga olib kelishi mumkin. O't pufagi devorini teshilishi natijasida, demak, peritonit yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Peritonit yuzaga kelgandan keyin o'rtoqlar, o't pufagi devori teshilgandan keyin jarayon butun tanaga tarqalishni boshlaydi. Qon orqali, demak, yallig'lanish butun tanaga tarqalishni boshlaydi-da, ya'ni sepsis. Og'ir holatlardan biri, ya'ni intoksikatsiya orqali, qon orqali, demak, butun tanaga tarqaladi. Bu sepsis holatida tana harorati 41-42 darajagacha chiqib ketadi. Juda ham og'ir holat bo'ladi. Endi sizlarga savol beraman shu joyda. Sepsisda, agar sepsis bo'lib, temperatura juda yuqori bo'lib ketadigan bo'lsa, qanaqa antibiotik qo'llaymiz? Qanaqa antibiotik qo'llaymiz sepsis holatlarida? Kimda javob bor? Qanday antibiotik qo'llaymiz? Odatiy antibiotikni qo'llaveramizmi? Kimda javob bor? Seftriaksion sulbaktam bilan qolish ehtimoli kam. Sepsisda. Isitma juda yuqori bo'ladigan bo'lsa, seftriaksion sulbaktam yoki sefoperazon sulbaktam bilan qolish ehtimoli kam. Yaxshi effekt bermaydi. Sepsis uchun emas-da. Endi baribir masalan qilsa qanchadir effekt berishi mumkin, lekin to'liq jarayon to'xtatib yora olmaydi. Kuchsiz demoqchiman. Seftriaksion sulbaktam yoki sefoperazon sulbaktamlar. Nima qilinadi? Kim aytadi? Pitsilin, levoflaksasin. Levoflaksasinlar bilan ham qolmaydi o'rtoqlar. Eng og'ir holatlardan bittasi sepsisda. Xo'p, javoblar yo'q ekan, yaxshi, men o'zim aytib beraman. Xo'p, yana yozishyapti javoblar. Qani qolganlarini eshitib ko'ramiz. Eng og'ir holatlarda nima qilamiz? Penitsilin, bitsilin yo'q. Gentamicin. Bo'ldi. Xo'p. Hobislar kanal. Xo'p, yana bormi javoblar? Xo'p, qaranglar. O'rtoqlar, og'ir holatlarda karbapenem unumlaridan foydalaniladi. Karbapenem degan dori guruhini eshitganmizmi, eshitmaganmizmi? Karbapenem unumlari beta-laktam antibiotiklar sinfiga kiradi. Juda ham kuchli dori vositalari, antibiotiklar juda ham kuchli dori vositalari. Xo'p, karbapenem unumlariga qaysilar kiradi, qaranglar.
Covid vaqtida menimcha eshitgansizlar bu dorilarni. Imipenem, karbapenem, meripenem, ertapenem, doripenem. Buni kombinatsion guruhlari ham bor. Kombinatsion guruhlari ham. Masalan, imipenem silastatin. Xuddi ceftriaxone sulbactamga o'xshash. Imipenem silastatin. Xo'p, men sizlarga hozir bitta ma'lumot tashlayman guruhga. Eng kuchli antibiotiklar guruhi bu. Sepsis 41-42 darajasida chiqib ketadigan bo'lsa, mana shu dorilardan foydalanishlik kerak bo'ladi. Demak, aytib o'tganimizdek, karbapenem unumlari beta-laktam antibiotiklar sinfiga mansub, keng ta'sir doirasiga kiradigan antibakterial dori vositalari. Juda ham ko'plab gram musbat va gram manfiy anaerobakteriyalarga qarshi kuchli ta'sir qiladi. Demak, ushbu guruhga quyidagi dorilar kiradi: imipenem, merapenem, ertapenem, doripenem. Buni kombinatsion variantlari ham bor. Masalan, ceftriaxone yoki ceftriaxone sulbactam deymiz-ku. Shunga o'xshab, masalan, imipenemning o'zi bor yoki imipenem silastatin bor. Yoki imipenem silastatin relabactam degani bor. Va bundan tashqari merapenem vavarabactam degani bor. Ya'ni dori guruhlari kombinatsion dori vositalari bor, karbapenem unumlari. Sepsislarda yoki juda ham kuchli bo'lgan og'ir infeksiyalarda mana shu dori vositalaridan, karbapenem unumlaridan foydalaniladi. Tushunyapsizlarmi? Juda yengil dori bo'lib qoladi-da sepsislarda, masalan, ceftriaxone yoki ceftriaxone sulbactam yoki boshqa dorilar. Tushundinglarmi? Tushunyapsiz-a? Xo'p, yaxshi. Demak, sepsis holatida mana shu antibiotiklardan foydalaniladi. Agar o'tkir xolesitsit o'z vaqtida davolanmaydigan bo'lsa, demak, o'tkir pankreatitga ham sabab bo'lishi mumkin. Endi savol sizlarga, nima uchun o'tkir pankreatitga sabab bo'ladi? Qanday qilib o'tkir pankreatitga sabab bo'lishi mumkin o'tkir xolesitsit? Pankreatitga qanday qilib sabab bo'ladi? Pankreatitga qanday qilib sabab bo'ladi? Hop, yana javoblar. Hop. Xo'p, javoblar uchun rahmat. Qaranglar. Agar o'tkir xolesitsit kuchayib ketsa, yallig'lanish kuchayib ketsa, intoksikatsiya sodir bo'lsa, oxir oqibat bu sfinkter oddiyni ham zararlanishiga olib kelishi mumkin. Sfinkter oddiyni men darsimizda boshida aytib o'tdim. Ya'ni o't tufagidan ajraladigan o't suyuqligini yo'li alohida, oshqozon osti bezdan ajraladigan suyuqliklarning yo'li alohida, lekin 12 barmoq ichakka quyilish joyida ikkalasining yo'li birlashadi. Ya'ni sfinkter oddiy orqali, demak, bitta joydan chiqadi ikkalasi. Agar yallig'lanish kuchayib ketadigan bo'lsa, sfinkter oddiyda funksiyasida buzilish yuzaga keladi va yaxshi ochilmaydigan holatga keladi. Buning natijasida nima bo'ladi? Oshqozon osti bezidan ham suyuqlik yaxshi ajralib chiqa olmaydi. Suyuqlik yaxshi ajralib chiqa olmay qoladi. 12 barmoq ichakka. Tushunyapsizlarmi? Natijada nima bo'ladi? Oshqozon osti bezdan ajraladigan suyuqlik o'zini yemirishni boshlaydi. Biz pankreatit mavzusini o'tganmiz, esinglarda bo'lsa. Oshqozon osti bezdan ajralgan suyuqlik o'zini o'zi yemirishni boshlaydi. Shuning uchun ham demak o'tkir pankreatit holati yuzaga kelishi mumkin. Hop, bundan tashqari o'tkir xolesitsitning asoratlaridan subdiafragmal abses. Subdiafragmal abses degani bu endi peritonitdan keyin yallig'lanish jarayoni, perforatsiyadan keyin peritonit yuzaga kelib, demak, qorin bo'shlig'ida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jarayon va undan tashqari biliar peritonit yuzaga keladi.
o't tufagida ichki yoki tashqi fistulalar yuzaga keladi. Fistula deganda endi o't tufagida demak yorilish yuzaga kelishi va uni mahsulotlarini masalan ichakka quyilib ketishi natijasida yuzaga keladigan holatlar. Demak, o'tkir xolesisitni asoratlari mana shulardan iborat bo'ladi. Tushunyapmiz-a? Tushundingmi? Sepsis holatida juda ham kuchli infeksiya holatlarida asosan karbapenem unumlaridan foydalaniladi. Buni yaxshilab bilib olinglar. Xo'p, endi o'tkir xolesisitni profilaktikasi haqida demak gaplashamiz. Nimalar qilish kerak va nimalar qilmaslik kerak? Demak, o'tkir xolesisitda parhez, qaranglar. Yog'li, qovurilgan, dudlangan yoki achchiq ovqatlardan saqlanish kerak. Ya'ni holat yaxshilangandan keyin sabzavot va mevalarni ko'proq iste'mol qilish, qondagi demak xolesterin miqdorini nazorat qilish va xolesterini yuqori mahsulotlarni cheklash. Yog' tabiatli narsalarni iloji boricha cheklash. Har qanday mahsulotni. Kam harakatlik ham o'tkir xolesisitga sabab bo'ladi dedik. Demak, yetarli jismoniy harakatni amalga oshirish. Xo'p, agar bemorda semizlik bo'ladigan bo'lsa, semizlikni bosqichma-bosqich kamaytirish, parhez orqali yoki sport orqali yoki boshqa sabablar bilan demak semizlikni bosqichma-bosqich kamaytirib borish. Xo'p, suyuqlik ichishni ko'paytirish. Suyuqlik agar ko'p ichadigan bo'lsa, o'zi sog'lom odamlarga ham bu tavsiya. Suyuqlikni ko'p ichadigan bo'lsa, demak, bu yoqda ichaverasiz, hojatxonaga borib, demak, chiqarib yuboraverasiz. Shu tariqa agar aylantiradigan bo'lsangiz, qon aylanish yaxshi bo'ladi. Zararli mahsulotlarning chiqib ketishi ko'p bo'ladi va tez bo'ladi. Shu tariqa qon yaxshi aylangandan keyin ko'pgina kasalliklar o'zi shundoq ham chekinaveradi. Ko'p suyuqlik ichish orqali. Gazli ichimliklardan saqlanish. Agar oldindan yuqumli kasalliklari yoki boshqa infeksion kasalliklari bo'lsa, uni o'z vaqtida davolashlik kerak. Spirtli ichimliklar va zararli odatlarni tark qilishlik kerak. Bu yallig'lanishga moyil qilib qo'yadi organizmni ushbu odatlar. Shuning uchun buni tark qilish. Stress va asabiylikdan saqlanish. Agar bemorda demak ichki kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ushbu ichki kasalliklarni demak nazorat qilish. Masalan, qandli diabet, gepatit yoki giperlipidemiya kabi holat agar bemorda kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ana shu kasalliklarni davolashlik kerak bo'ladi. Xo'p. Bugungi mavzuyimiz, demak, ma'ruzamizni mavzulari mana shulardan iborat edi. Kimda savollar bor? Bugungi mavzu yuzasidan kimda savollar bor? Kimda savollar bor bugungi mavzular yuzasidan? Xo'p, o'tkir xolesisit holatida qonda leykositlar miqdori ortadi 10-20 minggacha. Yoki agar o'rtoqlar sepsis bo'lsa, intoksikatsiya bo'lsa, undan ham oshib ketishi mumkin leykositlar. Butun tanaga tarqab ketadigan bo'lsa. Faqat o'tkir xolesitni o'zi bo'lsa, jarayon faqat o't tufagiga aloqador bo'ladigan bo'lsa, leykositlarning miqdori 10 mingdan 20 minggacha ortadi. Eritrositlarning miqdori o'zgarmaydi, lekin eritrositlarning cho'kish tezligi ortadi. Yallig'lanish bo'lgan joyda qaranglar, bu nima degani? Normada qon tomirning ichida qonning elementlari aylanib yuradi. Leykositlar, eritrositlar, trombositlar. Agar yallig'lanish yuzaga keladigan bo'lsa, yallig'lanish joyiga leykositlar chiqadi. O'sha aylanib yurgan eritrositlar cho'kib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Yallig'lanish bo'lsa cho'kadi. Eritrositlar cho'kish tezligi ortadi. Ya'ni soatiga 20 mm/soat tezlikda demak cho'kadi. Xo'p, bilirubin miqdori ortadi. Agar jarayonga jigar aralashgan bo'lsa. Tushundinglar-a? Tushundinglar-a? Asosiy o'zgaradigan narsalar bu gamma glutamin transferaza va ishqoriy fosfataza. Asosiy o'zgaradigan analizda. ALT miqdori ham juda o'zgarib ketmaydi agar jarayonga jigar aralashmagan bo'lsa.
Xo'p, o't tufayli olib tashlangan bemorlar doimiy parhezda yurish shartmi yoki ma'lum bir vaqt parhez qiladimi? Doimiy parhez qiladi o'rtoqlar. Nimaga? O'zi o'tni asosiy vazifasi bor edi. Nima edi? Yog'larni hazm qilish. Endi o't yo'q bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Yog'lar yetarli miqdorda ya'ni parchalanmaydi. Agar parhez qilmaydigan bo'lsa, o't yo'qligi uchun ham bu oshqozonga, 12 barmoq, ingichka ichaklarga kuchli nagruzka beradi. Tushunyapsizlarmi? Uni oxir oqibat yaraga olib kelishi mumkin. Shuning uchun parhez qilib yuradi. Safron nima uchun chiqadi? Xo'p, safronni chiqishidan maqsad 12 barmoq ichakda, masalan, ovqat yeganimizda yog' yeymiz, organizmimizga yog' tushadi. Safron ana shu yog'ni emulsiya qilib parchalash maqsadida chiqadi o't tufayli. Tushundinglarmi? O't tufagini olib tashlasa, uni vazifasini hech qaysi a'zo bajarmaydi. Hech qaysi a'zo bajarmaydi. Odam o'zi parhez qilib, yog'li, qovurilgan narsalardan ehtiyot bo'lib yurish kerak. Agar parhezga amal qilmaydigan bo'lsa, oxir oqibat oshqozon yarasiga olib boradi. Tushundinglarmi? Oshqozonga qiyin bo'ladi. Oshqozon ichakka qiyin bo'ladi. Shuning uchun parhez qilinadi. Boshqa kasalliklar bilan taqqoslash yo'qmi? Savolingizni aniqroq qiling. Nima degani? Boshqa kasalliklar bilan taqqoslash. Masalan, og'riqda. Xo'p, men buni boshqa kasalliklar bilan o'rtoqlar nima qilmadim, chunki qorin bo'shlig'i og'riqlari differensial diagnostikasi degan mavzu o'tganmiz. O'shunda men deyarli hammasini taqqoslab berganman bir-biriga. O'sha mavzu o'tganmiz-ku. Keyin sizlarga yana bitta narsa aytay, masalan 10 xil simptomda aytganman. 10 xil simptomda qaysida qanaqa bo'lishini. Lekin shunaqa holat bo'ladiki, og'riq juda ham kuchayib ketsa, hamma simptomlar musbat bo'lib ketaveradi. Qanaqa kasallik bo'lsa ham, peritonit bo'lsa ham, perforatsiya bo'lsa ham, xolecyst bo'lsa ham, appenditsit bo'lsa ham, hamma simptomlar musbat bo'lib ketaveradi. Baribir bu yerda laborator va instrumental tekshiruvlarga ishimiz tushadi. Tushundinglarmi? Shunday. Xo'p, yana savollar bormi yo'qmi? Xo'p, vaziyatli masala tuzalmadimi o'rtoqlar? Men o'zi endi keldimda, lekin testni tuzib qo'yganman. Testni ko'ramiz birgalikda. Hozir chatni o'chiramiz, undan keyin testni boshlaymiz.